yoshligingizdan to vafotingizgacha savob va gunoh amallaringizni Alloh ko'rsatyapti hammaga. Tasavvur qila olyapsizmi? Buni biz qilayotgan amallarimizni ko'rsata olamizmi? Bir-ku o'rtog'imizga yoki ota-onamizga, bir qo'shnimizga-ku qilgan amallarimizni ko'rsata olmaymiz. Nimaga? Uyalamizda chunki. Qilgan gunohlarimizning jirkanchligidan uyalamiz. Alloh butun insoniyatga mana shu orqali hamma ishimizni oshkor qilayotgan vaqtda bir odam keladi. Unda faqat uning dunyoda qilgan yaxshiliklari ko'rsatiladi, tamom. Boshqa narsalar ko'rsatilmaydi. Odamlar o'ylaydi. Bu odam solih odam ekan. Yaxshi odam ekan. Bu odam fazilatli odam ekan. Dunyoda gunoh ish qilmabdi-ya, deydi. Shunda u banda yig'lab Allohga aytadi: "Ya Robbiy, men dunyoda faqat gunohlar ham qilganman. Isyonlarim ham bo'lgan. Ibodatsizligim ham bo'lgan. Ular qani?" deganda Alloh taolo aytadi: "Sen falonchani aybini satr qilganing kabi, yopganing kabi, men ham u ayblarni sendan satr qildim. Ya'ni odamlardan satr qildim va u faqat o'zigagina ko'rsatiladi, tamom. Va Alloh aytadiki, mana shu gunohlarni qilgansan, men uni kechirdim va odamlar ham uni ko'rmadi."